Assalomu alaykum akalar, ukalar, do'stlar, musofirda yurgan aka-ukalar, parvoz aka-ukalar, hamma sog'liqmi, oilalar tinchmi, bardam baquvvatmisiz? Aka-ukalar, bugun bir foydali maslahatlarimizni ham aytib o'tamiz. Bir ikkita ukalarimiz iltimosi bor. Buni video davomida kuzatib olasiz, aka-ukalar. Bo'lmasam ketdik. Aka-ukalar, demek birinci aka-ukalarimizni iltimosidan başlaymiz. Aka-ukalarimiz iltimosi esingizda bo'lsa, tabiiy kalsiy degan videomuz chiqqan. Shu kalsiy tuxumni po'chog'i to'g'risida bir video ishlaganman. Ana shu videoda mana shu makonlarimni bir shunday ko'rsatganman-da. Endi bu yerda bitta aka-ukalarimiz chiqib turibdi, shu satasizmi degan taklif bo'ldi. Ha, men bir ikkitasini sataman dedim. Shunda bitta bo'lmasam aka iltimos ko'rsating tanlash uchun degan taklif bo'ldi-da. Shuning uchun shu aka-ukalarimiz iltimosina binoan bir bitta ko'rsatib o'tamiz. Men ushlab ko'rsatmayman. Bu yerda aka-ukalar, bu yerda 3 ta chujoy bor. Qani hanjardi bolasi. Evvelden kuzatadiganlar uchun knockdownchi xo'rozimi ham tana makonlardan chiqqan. Mana shu makonlarning bolasi aka-ukalar. Mana. Mana shu makonlarning bolalari. Aka-ukalar. Xo'roz hozir bu emas, xo'roz chujoy qo'shilgan. Buna hanjardi bolasidan chiqqan. Hanjardan chiqqan-da xullas. Mana akalar tovuqlar ana. Tovuqlar konkretni qoni toza narsalar. Shu mana shularning bolalari mana. Aka-ukalar. Ota taraf, ona tarafi ham garantiya. Davrada yutib yurgan narsalar aka-ukalar. Javob beraman gapimga. Bu yerda qaysi chujoy barmog'im bilan to'g'ri ko'rsataman mana. Mana bitta chujoy, mana ikkita chujoy, mana 3 ta chujoy. Bu Samarqanddan 3 ta makon shu Umidjon ukamizdan kelgan. Qolgan hammasi hanjar. Mana bitta masalan rasmni yaqinlashtirib, tushirib, belgilab yuborishingiz mumkin bo'ladi. Mana aka-ukalar. Ana bu makonlar mana o'zi konkretni onasini tortib bergan mana. Ha, ko'zlari ham vobshe dahshat aka-ukalar. Ko'k ko'zlari. Mavi rang deydimi? Xullas kalam garantiya. Akalar, ukalar, endi xudo xolasa tabiat qo'ynida o'tirib bir foydali maslahatlarimizdan beramiz. Endi shu video ishlaganimda shu savollar, kommentariyalar shularni kuzatib, masalanda keyin bir videoda shu narsalarga e'tiborga ko'proq olishga harakat qilaman. Bu yerda bir ko'p savollar kuzatildi-da, o'zi ko'p telefon orqali ko'pincha shu yoz oylarida baliq mahsulotlari, go'sht mahsulotlari, xullas og'ir baliq moylari. Endi bu ko'pincha parvozlar uchun, parvozlar beradi bu narsani. Endi xonaki boqadiganlar bu narsani ko'p ham bermaydi, lekin aslida berish kerak. Bu baliq mahsulotlari, bu baliqda ko'p parandaga kerak bo'ladigan narsalar bor-da. Masalan, shu kuz oylarida baliqlar, mayda baliqlar arzon bo'lib qoladi. Umuman bu sizni cho'ntagingizga ham juda ham foyda bo'ladi-da. Masalan, buni siz juda ham arzon olishingiz mumkin. Buni pishirib, har xil aralashma donlardan qo'shib pishirib bersangiz, bu vobshe parandangiz har kuni tug'ib yotaveradi, gap qisqasi. Xullas kalam juda ham bu pishirish, qanday pishirish bu haqida aytib o'tganman baliqni. Shuning uchun yoz oylarida bu narsani tavsiya qilmaymiz. Endi juda ham berish kerak emas deyish noto'g'ri. Ozgina bu ko'p talab qilmaydi o'zi paranda u yoz oylarida. Qish oylarida xohlagancha berishingiz mumkin bo'ladi.
Aka ukalar, berib turgan tavsiyalarimiz shu xalqimiz uchun foydali bo'lib turganidan xursandman. Nimaga buni men bilaman, foydali bo'lib turgan deganim, bu telefon qo'ng'iroqlar bo'ladi, judayam ko'p minnatdorchiliklar bo'ladi. Buni ko'p ham aytavermayman. Kecha ham bitta singlimiz telefon qilib, Farhod aka, shu men tuxumni po'chog'ini постоянно tashar edim. Rahmat, shu endi bundan keyin shu e'tiborli bo'lamiz degan nimalarni bildirdi. Endi bunday ko'p bo'ladi, bittasini misol qilib turibman. Aka ukalar, shuning uchun agar parranda boqadigan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bu siz uchun juda ham kerakli kanal bo'ladi. Keyin Telegram guruhimiz bor. Telegram guruhimizdan xudo xolasa 1100 dan oshdik. Bu yerda lekin asosan parvozlar bo'lsa ham, xonaki boqadiganlar ham agar tinglab o'tirganda ham bu juda ham o'ziga kerakli foydali maslahatlarni oladi. Parvozlar bo'lsa, bu yerda shu xo'roz janglarini tomosha qilish mumkin. Bu yerda xo'rozlaringizni reklama qilib sotishingiz mumkin. Xullas va hokazo. Aka ukalar, bugungi aytmoqchi bo'lgan gaplarimiz shular. Sog' salomat bo'lamiz. Xo'rozlarimiz, ayniqsa parvozlar shu kamida chempion bo'lib yursin birgalikda. Yanagi videolargacha uchrashguncha deb qolamiz. Sog' salomat bo'lasizlar. Yanagi videolarda diydor qadar uchrashguncha Allohga omonatsizlar.